Assalomu alaykum hammaga. Tanigan tanimagan. Somsachi oddiy bola bugun xudo xolisa Gorbalnitsada. Qo'qon shahar 1-sonli shifoxonamizda biz. Ichkarisidaman. Mana o'sha ko'pchilikka sekin tanilayotgan bizning YTTmiz. Somsa olib kelganman shifoxonaga. Mana hamshiralar, doktorlar, bemorni ko'rgani kelganlar issiq mana somsani olib yeyishyapti. Endi bitta video qilishimga bitta ham bir sababcha bo'lib qoldi. Asli sababcha emas, menga juda katta bir nima bo'lib ko'rindi. Endi sizlar nima deysizlar buni hozir? Xudo xolisa bitta uncha bilinmayapti-yu. Mana bitta hozir ko'rsataman. Mana bu mashina, Matiz mashinamiz. Mana bu ustidagi ko'mirni bunaqasi uchgan o'sha xokani changida xullas. Bu hozir mana bu yerlar, daraxtlar u hamma joy mana shu больницani u hamma joy mana shu ahvol. Mana bu basseyn, fontan. Mana buni ham qirg'og'ida hozir mana bilinyapti, mana qora. Mana bu narsani ko'ryapsizlarmi? O, mana yerda kotelniy ekan. O, mana tunukan orqasi. Mana ishda kotelniy mana. Butun больница bo'ylab uchib yuribdi mana shu narsada. Hozir mana shu yerda somsa o'zi bering deb qolishdi. Pauza qilishga to'g'ri kelib qoldi. Mana shu narsa xullas mana shifoxonada endi mana bunaqangi qora uchib yursa, menimcha yaxshi narsa emas. Mana bu yerda deraza ochiq misol uchun. Ichkarida bemorlar bor, har xil yoshdagi shifokorlar bor. Shuni bir agar xavfli, jiddiy narsa bo'ladigan bo'lsa, shuni zudlik bilan o'sha nima deydi? Shunga mas'ul bo'lgan tashkilotmi endi boshqami? Zudlik bilan mana shu chorasini ko'rilsa yaxshi bo'ladi menimcha.